أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalomu alaykum qarindoshlar. Ovoz normal bo'lgan bo'lsa, darsimizni hozir boshlaymiz. Bir soatlardan so'ng ketish to'g'ri kelib qoldi. Biz olti qatimliq darsimizda mushu hadis zaifninki turlari haqidagi ozroq qisqacha bayonlarni qilib o'tgan. Hadisning zaif bo'lishi asosan shu raviyadagi ikki xil nuqtaga merkezleşken biri ittisal-ı senet. Yani senetlerninki muttasil bo'lishi. Yana birisi o ravilardagi adalet zeptiga aloqador bo'lish. Mushu ikkisi bizdagi hadisning maqbul bo'lishininki yadroliq asoslardan biri. Demek mushu ikki shartga asas qilgan asosda hadisi zaifning hadisi mardudninki ko'plagan turlari maydonga keladi. Endi bu ko'p turlarning nurg'un sabablari bor. Bu sabablardan ikimiz yig'ib to'shgan vaqtimizda biri ittisol sanatning bo'lmasligi, yana inqito, ya'ni distiki sanat muttasil bo'lmaslik. Yana birisi raviylardagi adolat zabtiga aloqador masala ko'rilib, raviylarninki nima qilishi ta'min fil raviyligini raviylarninki adolat jihatda, zabt jihatda iyilinishi bu hadisninki mərud buluşununki sebeplerininki yıldızları da bu iki yıldızla bağlı. Endi bu iki yıldızın birincisi yani inqita, yani sahtun fil isnad, yani isnaddaki üzüklük ya isnaddaki ravinin düşüp kılışı. Bu sebepler biz altı katımda 6 türlük hadis şu sebepten zayıf buludu. Bunun tötü yani muallak, mursal, mu'zel, munqati. Bu tötü zahir, sahtı zahir bo'lgan, zahir düşüp kalıştın kelib chiqqan marud hadislar. An qolgan ikkisi yani mudallas, mursal xafi, bu saht xafininki yana qaramoqqa nayt muttasildigidek, ammo tekshirgandan keyin inqitoliqi bayqaladigan hadislar bu ikki tur ekanligini azroq qisqacha o'tgan. Endi biz buning tafsilotiga kiramiz inshaalloh bugun. Bugungi darsimizning beshi mushu hadis zaifninki, ya'ni saqqi sababdan zaif bo'lgan hadislarning turi bo'lgan tunji turi muallaq hadis. Nima desa, muallaq bu yana bu yani saqqi zahir sababidan bo'lgan hadislarning biri, saqqi zahir sababidan to'rt turli hadis zaif bo'ldi qo'shundaqa. Buning birinchisi muallaq. Muallaq degan bilganimizdek bu allaqa degan bir narsa isib qo'ygan degan gap qo'y, ya'ni isilgan degan ma'noda aslida lug'atda allaqa shay'a bi shay chiqqan. Ya'ni bir narsaga isib qo'yish degan fe'ldan chiqqan ismlar bo'ladi. Yana bir narsani bir narsaga chetib, uni bog'lab muallaq holat, isilgan holat qilib qo'ysak, buning ismi muallaq. Endi bu yerdagi isnodni, ya'ni hadis muallaqni, ya'ni nima uchun biz muallaq deb atadik desa, chunki mushu hadisninki ustun tarafi deganimiz Rasululloh tarafi, yana sahoba tarafi, bu tarafiga, ya'ni Rasululloh tarafiga bog'langan, ammo ostini, ya'ni uning isnodning 5 bo'lgan, ya'ni biz tarifisi, ya'ni musannad tarifisi uzilib ketgan, ya'ni to'piga bog'liq, ostini uzilib ketgan bir isilgan shayga, isilgan bir narsaga o'xshaganlik jihatidan, ya'ni tumandan uzilib ketgan bir narsa o'xshaganlik jihatidan shu muallaq atilgan. Go'yoki u nimaga aylanadi desam, bir turusqa yoki shuning o'xshashlariga isib qo'yilgan narsa o'xshab qoladi. Yani yuqorga bak, tüpskene sahabisi ya Resulullah'a nispet böyle bir Resulullah sözden gen ama tigideki en aslı olan muallak da batağan deydi. Hadi bu yerdeki bu ta'rif kirip boğacak şununla muallak degen nima desa muallak edesiga manda hadis. Muallak degenimiz bir musannif yoki bir ravi hadisninki isnadning yani evvelligimiz şu ravinin üzü tarafından bir qancha ravi. Ta hemne şu nimeye kadar şu ahirdeki sahabeye kadar hem isnadını üzü ötüp durup hadis rivayet qilgan bo'lsa, bu hadisning shakli muallaq. Yani muallaqning shakli bir qancha xil. Yani muallaq deganimiz, yani bu musannif üzü tarafdan üzünün shayxini yozayotgan bo'lsa, yolg'iz bir lam shayxini, yani o'zi ustozini yozayotgan bo'lsa, buning ismi muallaq. Endi ustozlar ketib, ustozi tarafdan olgan bo'lsa, bularning muallaq.
Hattoki hammaning tushirib o'tibdi bir musannaf kipligida bevosita Rasululloh bunday debdi. Masalan, Imom Buxoriy debdiki, qol Rasululloh kaza degan bo'lsa, Imom Buxoriy masalan, Imom Buxoriy kimdan olgan? O'zining shayxi yo'q, shayxining shayxi yo'q. Bevosita Rasulullohga nisbatladi. Bu hadis mujawa muallaq. Demak, muallaq deganimiz isnodning avval, ya'ni musannaf tarafisidan bir bo'lsa, tushib ketgan bo'lsa, hattoki ba'zi suratlarda sahobadan boshqa butun raviylarni tushunayotgan bo'lsa, bir raviy muallaq holat rivoyat qilgan deymiz yoki hadischa va hadis muallaq Rasululloh masalan Tirmiziy yoki Buxoriy yoki Rasululloh munda dedi deydi. Rasululloh munda dedi degani bu musannaf yoki bu raviy u Rasulullohni ko'rmagandan keyin demakki bu raviyning o'zining ustozi yo'qligini faqatlar qo'ydi. Demak bu xil holatlarni o'zi bizdagi muallaq. Ya'ni biz Buxoriy Muslimdagi muallaq hadislar to'g'risida qisman so'zlaganligimiz uchun buni tushunishli, shunga birazcık to'xtalmaymiz. Birini tushirayotgan bo'lsin, yoki sahoba tabiisidan qolgan 5-chi yuzayotgan bo'lsin, yoki hatto sahobasidan cho'kib bevosita Rasululloh bunday deb Rasulullohni keltirgan bo'lsin, endi o'xshash ekanda hammasi hadisi muallaqning shakllari. Mesela Buxoriy o'zininki shu bahsi haqida, lut haqida so'zlangan masalalar haqidagi bobining muqaddimasida keltirgan hadis dediki, qala Abu Musa, ya'ni Abu Musa al-Ash'ari demakchi. Qala Abu Musa ghattan Nabiy sallallohu alayhi vasallam rukbatayhi ina dakhala Usman. Ya'ni Rasululloh Usmon roziyallohu anhu qashga kirgan vaqtda rukbatayhi o'zining tizini yo'ygan dedi. Demak, endi mishadiki Buxoriy bevosita Abu Musa al-Ash'ari munda dedi, Abu Musa munda dedi, Rasululloh munda qilib ekan dedi. Demak bu Buxoriy Abu Musa bilan kurashganmi? Yo'q. Demakki bu yerda Buxoriy o'zining ustozi bo'lgan shayxlarni tushunib o'tib, faqat bu yerda sahobasini qolib qo'ydi. Ya'ni sahobasini Rasulullohning rivoyat qilganligini keltirib qo'ydi. Bu ya'ni bizniki mahil shakldagi, yana tushunishli shakldagi, yana hadisi mursalninki misollar. Bu hadis ya hadis muallaqninki. Bu hadis muallaq nima? Hadis muallaq esa chunki Buxoriy isnodninki sahobadan boshqa, Abu Musa al-Ash'aridan iborat bu sahobadan boshqa butun hammasini hazb qilib o'tdi. Sahaba muallaqninki bir shakli hisoblanadi. Bu qatib qolgan bo'lsa to'g'ridagi masala o'xshamadi. Endi bu hadisninki hukmi kelsa, hadis muallaq qanday bo'ladi? Hadis muallaqninki hukmi qanday desak, hadis muallaqning hukmi u marduddir. Yana bu hadis zaifning qatori. Bu qo'yilgan o 5 shartninki eng muhim shartlardan birisi bo'lgan ittisoli sanad. Buni yo'qotdi, shuning uchun bu hadis marduddir. Mana shu ittisol sanad bo'lsa bilan bo'ldi desa, ya'ni isnoddan bir raviyni, ya'ni faqat o'zi ustoz bilan juzuvatsimi, ya'ni bir raviy juzuvatsimi, ya'ni muallaq. Yoki bir qancha raviyni nima qilyapti? Aksar nimadan bir raviyni bir raviy ya birdan ko'proq raviyni tushunayapti. Isnod bizga shu hasb qilingan, tushunayotgan raviyning ya'ni hadisi maqbul bo'lgan sözlüğe basken. Endi bir sınaq baqala. Yani qatib qolsa boshqa qilamiz. Bu hadisni biz
mushu nima uchun zaif, nima uchun mardud deymiz desa, boyagi deganimizdek, ya'ni bu hadis maqbullik shartlari muhim shart hisoblanadigan ittisol sanatni yo'qotdi. İttisol sanatni yo'qotib, bu yerda yana bu ittisol nimalar yo'qoldi? Yani bir raviyni. Yani agar bir raviyni shu orqali muallaq qilgan bo'lsa edi. Yoki bir qancha raviyni, masalan, abayqadek faqat sahobalarni qoldirib qo'ygan, yoki faqat Rasululloh mandaqda bevosita rivoyat qilgan, manda turadiga o'xshash, bularning hammasi yana hadis maqbulninki muhim shartlardan biri ittisol shartini yo'qotganlar. Demak, bu sababdan hadis nimadir? Marduddir, hadis zaifdir. Buni tushunamiz. Endi bu yerda biz oldingi qatimda sahihlar haqida to'xtalgan vaqtimizda Sahih Buxoriydagi yoki Sahih Muslimdagi, sahih deb atalgan, ya'ni sahih xos bo'lgan kitoblardagi bir muallaq hadislarning borligi, bu hadislar haqida ulamolarningki qilgan bir fikrlari haqida to'xtalgan edik. Shuningdek, men yerda takror bor ekan, bu gap oldingi qatim deyilgandan keyin tezroq ma'miz. Sahihindagi muallaqatlarni, masalan, boyligimizdek Buxoriy keltiribdi, bu Abu Musa al-Ash'ari mundaq dedi. Demak, bu muallaq. Yoki Buxoriy keltiribdi, Ali roziyallohu mundaq rivoyat qilindi deb, bu muallaq. Yoki Buxoriy keltiribdi, Rasululloh mundaq qilgan, Rasululloh mundaq zamonida mundaq bo'lgan deb keltiribdi, bularning hammasi muallaq hisoblanadi. Demak, shu muallaqatlarning ham bu hukmi nima desa, bu muallaqatlar, yana bu muallaqning hukmi, yana umum muallaqning hukmi umlardir. Endi mutlaq mardud degan gapimiz umumiy mutlaq bo'lgan muallaq hadislar qarshiladi. Ammo mushu sahihlikka lozim tutilgan, ya'ni doim sahihdan boshqa hadis bo'lmagan shunday kitoblardagi muallaq hadisdan birisi topilib qolsa, masalan Buxoriy, Muslimga o'xshash, bunday bir kitoblarda muallaq hadis topilib qolsa, buning unga xos bo'lgan bir hukmi bor. Buni biz sahihning bobi deb bo'ldik. Endi bu yerda qaytlab qo'yamiz, muhim bir masala bo'lg'achqa, bu yerda buni aslab o'tashda tataq yo'q, aslab o'timiz. O hukm qoidasi deydi. Oldinda deb bo'lgan-ku, agar jazmi siyg'a bilan keltirgan bo'lsa, agar Buxoriy debdiki, qala Abu Musa al-Ash'ari deb boyaqadek jazmi siyg'a bilan, yoki qala Rasululloh deb bevosita jazmi siyg'a bilan, yoki chiqib mushu jazmi siyg'a bilan keltirganlari bo'lsa, masalan Zakara, Haka degan o'xshash, u ya'ni muzof ilayhdan, ya'ni hadis unga nisbat berilgan kishi tarafdan sahihlik qilib hukm qilinguchidir deydi. Masalan, qala Rasululloh degan bo'lsa, demakki Rasululloh shu gapni deganligi sahih. Qala Abu Bakr degan bo'lsa, demakki shu so'zni Abu Bakr deganligi sahih. Agar bir tabiindan keltirgan bo'lsa, buningki shu tabiinning deganligicha va sahih hisoblanadi. Masalan, nima desa, jazmi siyg'asi ishlatganlik bilan bunda tamriz siyg'alarini ishlatganlik orasida farq bor deganidir. Jazmi siyg'asining hukmi nima? Sahihning hukmi hisoblanadi. Ammo tamriz siyg'asidan so'zlangan bo'lsa, agar chava qila, zukira, hukiya deganga o'xshash bunda iliq shakllarda keltirilgan bo'lsa, ya'ni bu muzof ilayh hadis uning nisbat berilgan zot tarafga nisbat berilishidan uning sahihligiga hukm hisoblanmaydi. Masalan, qala Rasululloh degan bo'lsa, demakki bu Rasulullohning deganligiga, ya'ni uning sahih ekanligiga biz hukm qilgan bo'lsak, qila yoki ruya an Rasululloh yoki qila an Rasululloh shunday yoki hukiyan Rasululloh deganda bunda keltirgan bo'lsa, demakki bu so'zni Rasulullohning deganligiga sahih deb hukm qilinmaydi. Yoki degan bo'lsa-ki, hukiyan Abu Bakr deb kelgan bo'lsa, hukiyan Umar deb kelgan bo'lsa, bu so'zni yakanda bu hadisni Umarningki deganligigacha va jazmi hukm qilinmaydi. Demakki, bu yerdagi jazmi siyg'asi bilan, ya'ni tamriz siyg'asi orasida farq bor. Jazmi siyg'asining hukmi nimadir va sahihdir, ammo tamriz siyg'asi unda sahih deb hukm qilinmaydi. Ammo sahih deb hukm qilinmagan bilan uning sahihlikni lozim tutgan, sahih deb atalgan bir, ya'ni Sahih Buxoriy, Sahih Muslimga o'xshash sahih deb atalgan bir kitobda topilganligi uchun buningda unda qattiq sahih zaif bo'lgan, ya'ni vahindigini qattiq zaif tuvan darajadagi bunday zaif hadislar yo'q. Unda endi bu sahih qolgan mushaqila yoki zukira yoki hukiya deganlarni o'zini sahih degil olmaydi ekan. Uni sahih degil olmaydi deganligimiz tabiiylikda ularning hammasi zaif deganlik emas. Demek onun arasında sahih bo'lishi mumkin, zaif bo'lishi mumkin, hasan bo'lishi mumkin. Demakki, onunki masalasiga hukm qilinmaydi, demakki tambizningki. Unda da buningki sahih o sahihning g'ayridir. Ya'ni shu tamriz siyg'aslari rivoyat qilingan, qila, hukiya deb deyilgan tamriz siyg'aslari rivoyat qilingan
Muşundaq bir hadislarning yani budak muallaq hadislarning ki sahihlarni sahih emaslarni qanday ayrıymiz desa, u bo'lsa mushi hadisning isnadini izlash va uningga loyiq shaklda hukm qilish. Masalan, xuddi Ibn Hajar al-Asqalani o'zining hadis sariyda mush nurg'un muallaqlarga o'zining ayrim bir isnadni keltirib, buning sahih yani hammasini turlicha va chiroyli qarg'an. Shunga o'xshash buningki Sahih Buxoridagi muallaq hadislarning hukmi nima desa, buni yani jazmi siyg'a bilan kelgan bo'lsa, deb hukm qilamiz. Agar tamiz bo'lsa, sahihmi demaymiz, sahihmi demaymiz. Ammo hukm qaysi? Hukm masala uni javob tekshirish. Tekshirib, agar uningdagi nima aloqa tekshirgandan keyingi natijamiz, ya'ni boshqa bir sanatlar orqali buni solishtirib ko'rib tekshirgandan keyin natijamiz sahih bo'lsa, hukm sahih. Agar sahih bo'lmasa, yana shu hukm nima ko'rsatsa, shu bo'ladi demakdir. Yani bu muallaqning hukmi deydi. Muallaq degan shu. Yani hadis muallaq deganimiz boy deganimizda, yani qayta bir takrorlamoqchilar. Hadis muallaq degan min avval sanad, yani sanatning avvaldan, yani shu biz tarafdan yoki musannaf tarafdan biri yoki bir qancha ravi nima qilib ketgan va hazf qilinib ketgan hadis. Bu hazf qilinishda faqatlam shu uminingki ravininki yoki shu musannafning shayxlam hazf qilinib ketsin. Bu muallaq yoki shayx bilan qilib shayxining shayxi yana qato ravi tan hazf qilinib ketsin orqa-orqadan u muallaq hattoki bu sanatning hammasi hazf qilinib faqatlam sahobiy qolsin yoki hatto sahobalarni tashbih faqat Rasululloh dedi deb aytib Rasulullohga nisbat qilsin, bularning hammasi mudurva muallaqdir. Demak, madamki yerdagi sukutish sanatning avval bo'lsa, yani sanatning avval bo'lsa, buning ismi mudur muallaqdir deydi. Ana mursal, hadis mursal degan bu yana ikki turlik bizdagi o'sha saqt sababidan, yani saqt sababidan, yani sanatdagi inqito sababidan hadis zayıf bo'lgan, mardud bo'lgan turlardan biri hisoblanadi. Ammo bu muallaqning sal aksinchiroq. U muallaq deganimiz sanatning avvaldan, yani avvaldan deganimiz shu musannaf tarafsidan, ravi tarafsidan nimaniki raviylarning hazf qilinishi. Ammo mursal chu desa, mursal uning aksi oxir tarafsidan. Oxir tarafsidagi yana ma sahoba hazf qilinib ketgan hadis. Yani uning qaysisi arsala lug'atda masalan bir tabiin kelib edisini rivoyat qilibdiki, qala Rasululloh kaza debdi. Masalan, demakki bu yerda bir sahobasi tushib ketdi. Ya'ni sahobasi tushib ketdi, bu nimadir va aloqa mursaldir. Endi buningki agar o'lchamlik ta'rifini qilmoqchi bo'lsak, shunga mursal degan nima desa, huzifa man ba'da tabi'in. Yani tabiindan keyin bir tabiinning ismi chiqib bo'lgandan keyin, yani isnatda hadisana pulan deb biz ash tabiinga qadar bir bo'lganimizdan keyin, yani tabiin yetganimizdan keyin tabiinning keyindagi shaxs hazf qilinib ketgan bo'lsa, ma'huzifa man ba'da nabi tabiin. Tabiindan keyingi shaxs nima qilib ketgan bo'lsa, hazf qilinib ketgan bo'lsa, bu nimadir va mursaldir. Demak, tabiindan keyingi shaxs ko'pincha vaqtda nayt tulu hollarda muldava sahoba bo'lmakki, shu nuqtadan nurg'un ko'p mashhur sahoba tushib ketgan hadis mursal degan deyildi. Ammo o'lchamlik tarifi tabiindan keyingi shaxs tushib ketgan bo'lsa, tabiindan keyingi shaxs yana bir tabiin bo'lg'ay yoki tabiindan keyingi shaxs bir sahoba bo'lg'ay, o'xshashligida bu mursaldir. Demak, tabiin chiqib bir isnatda tabiinga biz ulashib yetishib bo'lgandan keyin isnatni mutlaq bo'lgandan keyin tabiinning keyingi ravi tushib ketgan bo'lsa, u yana bir tabiin bo'lishi mumkin yoki sahoba bo'lishi mumkin. Bu hadisning ismi nimadir? Mursaldir. Ta'rif kelsak, lug'atda bu mursal degan nima desa, arsalatdan chiqqan ism maf'ul atlaqa degan ma'noda, o'tgan degan ma'noda. Demak, bu nima chova go'yoki mursil deganimiz hadisni mursal qiluvchi kishi isnat nima qilyapti va quyvatdi, ya'ni beshini nima qildi va quyvatdi, uni ma'ruf bo'lgan bir raviga nima qilmadi, bog'lmadi. Shunga biz hadislarni bo'yimiz kimning hadisi ekan desak, Abu Hurayra hadisi ekan, Abu Bakr hadisi ekan yoki Abdulloh ibn hadisi ekanda ma'lum bir raviga bog'laymiz, ya'ni ma'lum bir sahobaga bog'laymiz. Demak, bu hadis nima bo'lgan ekan? Endi ma ravi buni isnatninki nima so'g'an, yilti so'g'an sahabasini so'zlamagandan keyin, tabi'dagi shaxs so'zlamagandan keyin, sahabani so'zlamagandan keyin bu hadis kimning hadisi ekan desa, ya falani sahabaninki yoki pustan sahabadan digilolmaydi. Demak, bu yerda musan, ya'ni mursil, ya'ni hadisni mursal holatda rivoyat qilgan odam nima qilgan bo'ldi? Bu hadisni muayyan, ya'ni ma'ruf bo'lgan bir raviga bog'lamagan bo'lg'achqa, bu quyutilgan bir narsaga, atlaq mulla quyutilgan bir narsaga o'xshagan uchun shu bu hadisning ismini ulamolarimiz mursal deb atagan deydi.
Endi buni ta'rif isloh tarifi qaralsa, va ma saqata min akhir isnadihi man ba'da tabi. Yani isnadning avvalini o'ylab muallaq deganimiz ma isnadning oxiridan tabiindan keyingi shaxs. Tabiindan keyin mavbat muhim. Tabiindan keyingi shaxs maqib ketgan va tushib ketgan. Bu tabiindan keyingi shaxs bayligimizda bir sahabi bo'lish ehtimoli kuchli. Yaganda o tabiin bivasita sahabini anglamay, o tabiin yeni bir tabiini anglab, o tabiin sahabini anglagan bo'lishi mumkin, ammo bu tabiin bilan sahabining orasida tabiin tushib ketgan bo'lishi mumkin. Bu mursal. Demak, biz isnatda haddasana fulan deb bir tabiinning ismi chiqib, tabiin rivoyat qilinib, uning keyindan tabiin qala Rasulullah, yoki tabiin fa'ala Rasulullah, yoki tabiin Rasululloh suhbatida debligida bevosita ashad olib ketgan bo'lsa, yani tabiindan keyingi ravi tushib ketgan bo'lsa, bu hadisning ismini biz hadis mursal deb ataymiz deydi. Buni surati qanday shakl mesela misol desak, misol deydir bir tabiin, mayli tabiin kichik tabiin bo'lsin, cho'ng tabiin, kichik tabiin, cho'ng tabiin deganimizda yoshda cho'ng nayati ko'p sahobalardan uchrashgan tabiinlar bor. Mesela kichik tabiinlar bor, ya'ni bu kichik tabiinlar mesela bir ikki sahoba bilan uchrashgan, bundaq tabiinlar. Demak, endi bu yerdagi bu tabiin mayli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, bu qilib qala Rasululloh kaza yoki fa'ala Rasululloh kaza desa, yoki fu'ila bi hazatihi kaza, ya'ni taqyid sunnatlarda masalan desa, mushu bo'lsa muhaddislarning nazarida mursal unsurdir deydi. Demak, bir tabiin kipto, tabiin o'zlikligida Rasululloh munda dedi, Rasululloh munda qildi, yoki Rasulullohning zamonasi munda ish bo'lgan, Rasululloh inkor qilmagan deb taqdirlarni rivoyat qilgan bo'lsa, bularning o'zi hammasi mursal hisoblanadi deydi. Endi misol, masalan bu nimada Sahih Muslimda keltirilgan hadis ekan, ya'ni Kitobul Buyu'da Muslim sahihasida keltiribdi. Dediki, haddasani Muhammad ibn Rafi'. Haddasani Muhammad ibn Rafi'. Ya'ni Imom Muslim deydi, "Mana Muhammad ibn Rafi' maqbada so'zlab berdi." Demak, muttasil yerda. U deydiki, haddasana Hujayn. Yana bu yerda muttasil, bu yerda ulashdi. Uning keyin deydiki, o Hujayn deydiki, haddasana Lays. Biz mazga Lays so'zlab berdi. Demak, bu vasfimiz anlık bir muttasil. Tamam. Ondan keyin deydiki, an Uqayl ibn Shihab, Shihab az-Zuhri. An Sa'id ibn Musayyab. Sa'id ibn Musayyab yoki bu ikki xil o'qiladi. Sa'id ibn Musayyab yoki Musayyib deb mashhur bo'g'ini Musayyab, ya'ni keltirilgan ba'zi nimalarda nusxalarda Musayyib deb gapdi. Bu Sa'id ibn Musayyab degan bir tabiinga ulashdi, tabiinga keldi. Bu tabiin deydiki, enne Rasulullah naha anil muzabana. Tabiin deydi. Rasulullah tabiin deganimiz bu sahabe o'xshashgan, Rasulullah o'xshamagan. Keyin bu tabiinni ta'rif qilamiz, o'lchimini qilib. Bu yerda tabiin desak, Rasulullah muzabanadin, ya'ni bay'il muzabana demakchi, ya'ni mushu bay'ilardagi bir tur, ya'ni o'l xurmalarni quruq xurmalarga ehtiyoj yuzidan tegishish ahvolati. Buningdan buningki nimasi araya bo'lsa durust emas deb fiqh ahkomlari bor. Mishalimiz muzabanadan Rasululloh chekladi dedi. Muzabanadan Rasululloh chekladi dedi. Endi bu so'zni deguchi kim? Rasululloh chekladi degan gapni buni deguchi tabiin, Sayyid Musayyab. Endi bu Sayyid Musayyab bevosita Rasulullohdan bunda deganligini, bunda cheklaganligini Rasulullohdan anglagan bu desa, yo'q. Demakki, bu shundan keyin Rasulullohdan Sayyid Musayyab ketkizgan mishada bir halqa tushib qoldi. Ya'ni tushib ketdi. Shuning uchun bu yerda bir inqito bor deymiz. Ya'ni mursal shakli shu. Mursalning shakli. Ya'ni Sayyid Musayyabdan keyingi bo'lgan odam tushib qoldi. Demak, Sayyid Musayyabdan keyingi odam, ya'ni keyingi ravi, ya'ni Rasululloh keyingi ravi, balkim bu bir yeni bir tabiin bo'lib, u tabiin sahabenin algan bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni bu ehtimollar bor. Yoki o kishi Sayyid Musayyab algan kishi sahabi bo'lib, o sahabi Rasulullohdan algan kishi bor. Lekin bir yerga tushib qolgan odam sahabimi, tabiinmi, agar tabiin o siqa emasmi deganlarni o'qimadik. Shu yüzden bu yerdagi nima bu hadis ma'ruf hisoblaymiz, hadis mursal. Ve Sayyid Musayyab tabiin, çoğun tabiinlardan. Bu hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kıldı. Bu üzülen Resulullah arasındaki vasıtını zikr kılmazdı. Demek üzülen bu tabiin o kadar Resulullah'la küreşmellik arasındaki vasıtını zikr kılmazsılam keltirdi. Demek ki bu
Şu güzvatda muhibesinin isnadidan, o isnadının ahirin. O ahiri qaysi tabi'deki şahs. Tabi'deki şahs, yani eğer halis eğer mümkün sahabe olay, mümkün yani başka bir tabi'in olay. Demek endi mushut tushishki eng kichik ehtimollar aqalli hazarsaq degani mushut tushishki eng yani kichik bo'lgan bir oz bo'lgan bir kichik bo'lgan ehtimollar qaysi o Said ibn Musayyib bir sahabani tushayotgan bo'lishi mumkin. Chunki Said ibn Musayyib o'g'in sahobalar bilan kurashgandan keyin shu sahobalarni rivoyat qilib sahobalarning ismini tushirayotgan bo'lishi mumkin. Ammo o yana bir ehtimol borki o Said ibn Musayyib o sahoba bilan billa o sahabadan başqa bir tabiinni, mesela tabi mesela gayri şu etken mesela tabiin o'xshash mesela. Mesela bir tabiinni. Demek o Said Musayyib uçuşkan sahabadan bunu anlamay, yani başka bir tabiinden anlap, davrdaş tabiinlardan o tabiin o sahabani anlagan bo'lsa, Said Musayyib bu yerda o tabiinni, o sahabani ichkiga mushotgan ehtimollar bor. Shuning uchun bu yerdagi bu ehtimolliklar bor. Agar ama sahabe olsa o bil ittifaq hamda bu sahabalarning hammasi adil zabit mesele yok. Agar tabiin bo'lib qolsa, tabiin bu yerdagi siqamu, emasmu, bu yerdagi nurg'un iznishga muhtoj bo'lganligi uchun, shuning uchun buningga mutlaq sahih yoki u bu deb hukm qilolmaydi. Shuning uchuncha bu yerdagi bir masala. Endi mursal deb qaraysa mursal degan bir atalg'u, ko'p ishlanadigan atalg'u. Endi şuna hadis muhaddislarni arasida muhaddislardagi qudamalar bilan, ya'ni mutaqaddim bizningki mutaqaddimin deb ataladigan. Mutaqaddimin deyishimizda istilohlar bekitilib, istilohlar haqiqiy urinishib tulashdan ilgiriki muhaddislarimiz mutaakhir deganimizning istilohlar bekitilib, istilohlar hammasi asosan yozilib bo'lgandan keyingi muhaddislarimiz. Endi bu davrni Xatibul Bag'dodiy ninki davri bilan bog'langan ko'pincha ulamolarimiz va Xatibul Bag'dodiydan burungi ulamolar, burungi muhaddislar bilan keyingi muhaddislar orasidagi mursal haqidagi bir büyük istimaldagi, ya'ni mursal haqidagi qarashlar ham bir büyük usul ulamolarimiz bilan fuqarolar orasidagi, ya'ni bu mursal haqidagi qarashlar muhaddislarning bo'lgan qarashlariga va qisman farqli bo'ldi. Endi qanday desam, endi biz yuqori degan mursal deganimiz, ya'ni mursal deganimiz tabiindan keyingi shaxs tushib ketgan hadis degan gapimiz, bu qaysi desa muhaddislerimizning nazaridagi mursal. Bularning muhaddislarimiz ichida mutaaxirin bo'lgan muhaddislarimiz, istilohlar bekigandan keyingi mutaaxir muhaddislarimizning orasidagi bekigan, ittifoq qilingan qarash shu biz yuqori degan mursal degan shu. Ama fuqahalarimizning nazaridagi, usul ulemalarimizning nazaridagi, yani usul fiqh ulemalarimizning nazaridagi mursal nima desa, buningdan sal amroq. Yani mursal deganimiz ularning nazarida qadisa her qandaq munqati mursaldir, meyli uning inqitoyi, yani uzuk istisnoning qanday bo'lsin. Meyli avvaldan bo'lsin, meyli oxirdan bo'lsin, meyli o'ttirdan bo'lsin, meyli sahobalar chiqamiz, her qandaq inqito, demak isnod muttasil bo'lmagan kullu munqati, her qandaq bir munqati qanday shaklda bo'lishini qat'iy nazar hammasini ulamolarimizdagi, yani ichidagi yana fuqarolarimizdagi xususan bulug' mutaqaddimlar buni nima deb atagan? Mursal deb atagan. Endi bu shu ham Xatibniki, Xatibul Bag'dodiyning musdurva mazhabidir. Ya'ni mursal deb kelsa, shu kitoblarga qarasak, Al-Marasil deb kitoblar yozilib, ham ba'zi biz qadimiy kitoblarni ko'rsak, bu mursal hadis deydi. Emniyet qarasak, bu mursal biz tunuyotgan, biz ta'rif qilgan mursal bo'lmasdan inqitoning boshqa bir shakli, yoki balki hadis muallaq bo'lg'ay, yoki mu'zal bo'lg'ay, yoki boshqa shaklda chiqishi mumkin. Ba'zilarcha bu bizga mursal chiqmaydi. Shunga bu yerdagi biz mursal deb ta'rif qilgan yuqoridagi ta'rifimizning hammasi muhaddislardan, xususan muhaddislarimiz ichida Xatibul Bag'dodiydan keyingi deganimizda nimalardagi shu mutaaxir muhaddislarimizdagi qarashga ittifoq qilingan qarash. Hatto Ibn Hajar rahimahulloh bu o'chava ko'p shu davrlarda kitobga oid iniqtib bekitayotgan ta'rifotlardan birisi biz yuqoridagiimiz shu. Ya'ni muhaddislar nazaridagi shu tabiindan keyingi shaxs chiqib ketgan. Ama bir yerda bir savol bor. O qasırsa fuqarolarimiz, usul ulamolarimiz, hatto muhaddislarimizdagi mutaqaddimlar bu mursal deganni faqat kulli muqaddimda ishlatib, bunda farqlantirgan yeri bo'lmaganmi desa bo'lgan. Xuddi bizningki tartiblan, hadis g'arib orasida bu farq yo'q, ammo farq iste'mol degan gapni qildik-ku. Shunga o'xshash ilgirkilar bu mursal bilan munqati, yana kulli munqati mursal deg'o shunda. Har qanday bu mursal degan gap bilan munqati degan hadis o'rtaq ishlatib, mursal degan gapni ko'pincha iste'molda,
Ko'pincha istiqmolda shu tabiindan keyingi shaxs tushib qolganga istiqmol qilgan istiqmolning ko'pligida. Ammo unda nimada bizningki ko'pincha vaqtda shuni istiqmol qilgan bo'lsa-mu, ammo ishlatilishi kelgan chog'i normalda kullu munqati'ga shu mursal degan atalg'ini ishlatib kelgan deydi. Kapatacağız buraları. Tamam. Tamam. Onun hükmüne gelsek, yani bu murselin hükmüne kelgan chog'imizda mursal hadis aslida bu mursal hadis zaif. Nima zaif? Abayduqu bu yani inqita yani isnat inqita bo'lib ittisol degan shayni yo'qotdi. Endi biz bu zaif marduddir. Nima uchun maqbulning shartlaridan bo'lgan bir shayni yo'qotdiki, u bo'lsa-mu ittisoli sanat. Hem ittisol sanat bo'lgandagi demak biz dedik-ku, tabiidan keyin shaxs tushib qolgan hadis dedik bizning ta'rifimiz bo'yicha. Demak, shu tabiidan keyingi shaxs tushib qolsa, ama tabiidan keyingi shaxsninki shu mahzub bo'lgan shu raviyninki holini biz bilmaganligimiz uchun shu sababdan bu hadis zaifdir, marduddir. Masalan, shu ehtimol qilgan jihatdanki u hazb qilingan ravi, mahzub bo'lgan ravi sahobasining g'ayri. Sahabe o'qas mahzub qilingan ravi bil ittifoq bu tabiidan keyingi shaxs sahabe bo'lganligi biz yüz qanoatimiz ittifoq kelgan bo'lsa, o sahabaning men ismi zikr qilinsin, qilmasin, sahabaning hammasi adil, sahabalarning hammasi zobit, sahabaning hammasi siqa, sahabalarning hammasida masala yo'q. Ammo u sahabaning g'ayri bo'lish ehtimolligi bo'lganligi uchun endi mushu holatda, yani sahabaning g'ayri bo'lgan holatda ehtimol u g'ayri, yani u tabiin sahabaning g'ayri bo'lgan u kishi zaif bo'lishimiz bor ehtimoli bor. Demakki, endi bu tabiinlarning hammasi sahabalarga o'xshash emas, siqa emas. Tabiinlar ichida siqa bo'lgan tabiinlar bor, siqa bo'lmagan tabiinlar bor. Shuning uchun bu yerdagi bu hadisni biz mushu ittisoli sanat iborat bu shayni yo'qotganlik uchun maqbul dairasidan chiqarib o'tamiz deydi. Lekin ulamolarimiz, muhaddislarimiz va muhaddislardan boshqa nurg'un ulamolarimiz mursal hadisning hukmi va uning hujjat keltirishni ixtiloflashdi. Demak, mursal hadisning hukmi qanday? Uni hujjat keltirsak bo'ladimi bu? Dalil keltirsak bo'ladimi deganda ulamolar orasida endi bizning o'lchimiz bo'yicha bizdagi hadis maqbulning shaklariga o'lcham bo'yicha bo'lasanki, maqbul doirasiga kirmaydiganligi ittifoq. Endi muhaddislarimiz bilan albatta bu hadislardan boshqa ulamolar, masalan, bu fuqarolar xususan shu mursal hadisni hujjatlik yaramamdi degan haqda ixtilof qilgan. Chunki shu inqitoni qolgan turlari, masalan, muallaq deymiz, mu'zal deymiz, munqati deymiz. Avla qarg'a vaqtida bu mursaldan iborat. Ya'ni inqitoning bu turi isnatdagi qolgan inqitolarga qildava o'xshamaydi. Qolgan inqitolarga tushib qolgan odam, ya'ni mursaldan boshqa tushib qolgan odamningki bir ittifoq o sahoba emas. O cho'qimcha va o tabiin bo'lishi mumkin, masalan, yoki oraqdagi ma'lum bir normal ravi bo'lishi mumkin. Demak, uning sahoba emasligi bir ittifoq. Demak, o masala o tushib qolgandan keyin uningki adil muzobitmi, ya'ni istiqomat emasmi, biz uni nima qilamiz, uningki tashvimay turib o'risqa amal qilish yoki hukm qilish bo'lmaydi. Ammo bu yerdagi muhaddisni qarasak, bu yerdagi tushib qolgan as-saqit minhu g'aliban va mursalda g'aliban tushib qolgan, ko'pincha vaqtda tushib qolgan shaxs kim bo'ldi? Sahoba bo'ldi. Chunki tabiin ko'pincha vaqt kimdir rivoyat qildi? Sahobadan rivoyat qildi. Ammo tabiindan rivoyat qilishi bor. Ammo tabiin, xususan cho'ng tabiinlar bular nima qildi? Xususan shu rivoyatni nima qilgan so'zlanmagan bo'lsa-mu, bu hadisni bilan o'rtava, sahobaga ishonch qilgan degan, sahobalar hammasi adil zabit bo'lgan degan sahih bilan o'rtdim. Ama sahabalarning hammasi adildir, ularningki tunmasligimiz o xos sahoba ekanligini. Mayli Abu Bakr bo'lsin o'xshash, mayli Abu Hurayra bo'lsin o'xshash, mayli Umar bo'lsin o'xshash, Makka sahobalarning hammasi qaysi bo'lsa, bizga sahobalikam bo'lsa, hadisi bizga maqbul. Ammo boshqa hadislarda, boshqa inqitoning boshqa shakllarida ya'ni unda sahoba ehtimollik yo'q. Unda boshqa yerdagi mursalniki bo'lgan inqito, mursaldagi bo'lgan zaiflik nimadir va boshqasi qaragan vaqtda balki yangi bu inqitoning masalasi. Shuning uchun bu yerdagi shu hadis mursalni hujjat keltiramdiq bu hukmlarda yoki bunga amal qilamdiq degan masala haqida ixtilof qilganday.
Ulamolarımızda mursal haqidagi qarashlarning o'rnisi bunda 3 xil qarashga kelibdi. Birinchisi qasilsa sahihdir, ya'ni hadis mursal bu sahih, ya'ni maqbul, hujjat keltirib, yuhtajju bih, hujjat keltiriladi. Bu indal a'immat salasa, ya'ni bizning fuqarolarimizdagi 3 imomning nazarida hadis mursal mudruva amal qilinadi, ya'ni javob maqbul. Bu qasi Abu Hanifa, ya'ni Imom Azam rahimahullah, İmam Malik ve İmam Ahmed'den bo'lgan mashhur qarashda. İmam Ahmed mashhur bo'lgan mashhur qarashda imomning nazarida mu hujjat keltirgan sahih hisoblanadi. Ham bir bilik taifatu min ulama, bir bilik shu ulamolardan bo'lgan bir taifada mu ham buni qilgan, mursalni hujjat keltirgan hadislar qatori tiqdi. Hamda bu yerdagi eng muhim shartlardan birisi bor. Bu qazisi mursil, yani hadisni mursal shaklda rivoyat qilgan bu ravi o'zi siqa bo'lib, masalan Said Musayyab bayqadak, Said Musayyab buni ma'va siqa, buni bil ittifoq hadisdagi bu o'ylab. Endi bu mursal ekan, siqa ekan. Ham bu boshqa bu tekshirib biz aniqlash jarayonlarimizda bu faqat siqadillan mursal qilgan. Yani siqadillan mursal qilgan. Demek ki bu yerdeki bu ya bivası sahabının so'zlab qolsa mursal qilgan, yakanda agar tabiindan rivoyat qilinib qolgan bo'lsa-mu, agar tabiindan rivoyat qilgan bo'lsa-mu, cho'qim o tabiin nima bo'lishi kerak ekan, uning nazarida siqa bo'lgan bo'lsa, o'zining nazarida siqa bo'lgan bo'lsa, undan keyin tashlatgan. Anda zaif, aciz bo'lgan ravilarni tashlaydigan bunda odat yo'q ekan. Demak, buning odati mursal qilmaydigan, qitliqasi siqadan mursal qilgan. Endi bunday nimalar bor, bizdagi muhaddislar orasida shunday odat masalan bu mursal qilmaydi, faqat siqadan mursal qildi deb atalgan bir muhaddislar bor. Demak, bu hazb qila olsa, nima qilgan? Chuqumki o'zi ishonch qildigan, odil, zobit bo'lgan odamlardan ondan keyin hadisni mursal shaklda rivoyat qilingan bunda odati va ravilardan rivoyat qilib qolgan bo'lsa, bu hadisninki, ya'ni bu xil mursalni hujjat keltirishga bo'ladi. Demak, endi buningki hujjati bilan dalil qatilsa, demak, siqa o mursal, ya'ni hadisni mursal qilgan kishi, ya'ni o tabiin, siqa tabiin, endi bir mursal siqa ekan, demak bu siqa tabiin mumkin emaski uningki qala Rasululloh deyishi. İllaki o nimadan anglasa, bir siqadan anglasa. Masalan, Said Musayyab qarliq bu cho'ng imom, cho'ng hadis sahasida cho'ng peshva. Shuncha ishonchlik shundaq bir odam turib, ishonchlik bir bo'lgan bir manbadan bu so'zni anglamasa, qala Rasululloh degan gapni deyishdan nima qildava, deyish asal mumkin emas. Demakki, misol deydi. Shuning uchun bu yerdagi o'zim siqa bo'lib, demak buning oyatidan anda siqa bo'lmaganlardan nima qildigan, mursal qildigan odat bo'lmagan bo'lsa, u hujjat. Masalan, baylidoq Imom Said Musayyibdek bir dinni aytdi, dinni qo'llash uchun cho'ng ilmiy xizmatlarni qilgan bunda bir peshvo. Agar o'zi ishonchlik haqiqatan o'zi ishonchlik bo'lmagan bunda bir gumoni yoki sal bir yolg'onchi o'xshash bir manbadan anglasa, masalan bir tabiinlar inshaalloh bor. Bundan anglasa, uni tashviq etib turib, qala Rasululloh deyish bu imomlarning haqida javob mumkin emas deb qaraydi. Demak, bularga hurmatning cho'nligidan shu yuzdan bu yerdagi nima bu hadis garchidan bo'lsa-mu va inqito bo'lsa-mu, endi bu yerdagi mursil bo'lgan kishi, ya'ni o'sha inqitoni paydo qilgan kishi, ya'ni o tabiin, agar o tabiin siqa bo'lib, uning odati faqat siqadan mursil qildigan, undan noma'lum shaxslardan, ig'izbaz odamlardan mursil qildigan odat yo'q ekan. Faqat siqadan mursal qildigan burada bir ishonchli kishi bo'lgan bo'lsa, buningki mursal hadisini mudruva hujjattur deydi. Endi bu yerdagi bu birinchi qarashdagi ulamolar. Demak, bu yerdagi bu birinchi qarashdagi faqat nimasi bor? Asosliq sharti u mursilning, hadisni mursal qiluvchi bo'lgan u tabiinning nima bo'lishi va siqa bo'lishi. Yine birisi bunun odatinki, yoki buningki ahvolinki faqat siqadilan mursal qilgan. Unda bir kazzab yoki yolg'onchi yoki bunda kishini rivoyat qilib qolib turib, uni tashviq etib, yo'gap ivas qolrasullar deyotgan bunda odamlar emas.
u faqat mursil qila olsa, siqadin mursil qilgan bunda odatli shaxslardan kelgan bo'lsa, buning hadisi nambuzawa maqbul bo'ladi, hujjat yaraydi deydi. Bu birinchi qarash. İkinci qarash qasidisi, ikinci qarash uni nurg'un shartlardan bir shuru deganimiz bir qancha shartlardan aybayqadek oddiy emas, buni kuchli shart va ma'ni shartni anlasanlar, hayron qalasizlar. Bu şartlar mushu shartlar bilan maqbul deymiz dedi. Birinchisi o sahihul bir mushu İmam Şafii ve bazı ehli ilmlar nazarda. Yani İmam Şafii'den başka imamların hammasi buni maqbul ediyor yuqorqi bir shartlarlikinde. Ama İmam Şafii ve İmam Şafii qatdan başqa bir ehli ilmlar bunga aslında to'rt bir qancha shartlarni o'tirib qo'ygan. O shartlardan birisi qalsa mursil, yani hadisni mursal shaklda rivoyat qilgan u tabiin, yani tabiin, oxirdagi o'zining keyingi shaxs chiqayotgan tabiin va bu tabiin kibar tabiin qatoridan bo'lgan. Yani cho'ng tabiinlar, anda kichik tabiinlardan bo'lsa bo'lmaydi, cho'ng tabiinlardan bo'lish kerak deydi. Bu biri. Yani cho'ng tabiin, mesela nurg'un sahobalar uchrashgan, sahobalardan ko'p hadislarni rivoyat qilgan bevosita manda tabiin bo'lish kerak. Unda bir ya ikki hadisni rivoyat qilgan sahobadan bevosita, ya bir sahoba bilan uchrashgan manda kichik tabiinlar yo'q. İkinci birisi qasidasi agar bu samma man arsalahu samma deydi. Bu nima qilgan? Bu agar otsa man arsala anhu uzun mursal qilgan kishini uni atab uning ismini o'tirib qo'ysa, siqa bo'lgan bir shaxs o'tirib qo'ydi ekan. Masalan, u kishi, u tabiin, u mursal qildi ekan. Bir o'rinda yoki bir isnadni, masalan, bir isnad birisi mursal shaklda rivoyat qildi. Ama bunu biz qarab baxsaq, yani yana bir yerlarda, yana bir o'rinlarda shu mursal qilgan hadisning sanadini keltira olsa, uning o'rniga nima qildigan? Ko'pincha vaqtda siqa raviylarni ataydigan. Masalan, bir yerga qarshi hadisning isnadi hadis mursal shaklda ekanlik, yana bir yerga borsak, o'zi mursal emas, muttasil holat ekanlik, ammo atalgan u raviy zaif bo'lib qolgan, bunda raviy yo'q qolsa bo'lmaydi demakchi. Demak, abay bizda qo'ygan abishga shu. O'shani o'xshab qo'ydim. Bu demakki, bu nima qildigan? Bu asosiy jihatdan faqat shu siqadillan mursal qildigan. Yani adil, zabit bo'lgan odamdillan mursal qildigan. Unda zaiflardan aslan nima qilmaydigan va mursal qilmaydigan. Demak, u atagan u mursal qilib tashlayotgan o shaxsni atab qolgan bo'lsa, o'rinlarda siqa ravining ismi keldigan. Unda mursal qilgan yerlarga biz tashrif baqsak, nima qildigan? Zaif odamlar kelib qoldigan emas. Bu bo'lishi, yana bir şey. Üçüncü şartı qadisa onunğa huffazul ma'mun, yani onunğa lam yuhalif. Yani onun karşı kelmegen, yani huffazul ma'mun, yani huffaz işencilik bo'lgan hafızlar onun bilan bo'lgan bo'lsa, şirk bo'lgan bo'lsa. Qara. Demak, onun bir nima bo'lsa, onun ma'mun bo'lgan işencilik bo'lgan bir hafızlar. Demak, biz onun siqaligiga, yani adil zabitligiga ko'ngil to'xtatgan hafizlar uni nima qilsa shirk bo'lsa, demak bir isnatdan, ya'ni bir hadisni mushu mursil bo'lgan raviylar rivoyat qildi, ham undan boshqa bir hafiz, ya'ni biz nima qilgan va yoki biz uni adil zabit deb ishonch qilgan imomdan birisi nima qildi va bir hadisni rivoyat qilishdi. Ammo bu ikkalasininki rivoyati o'xshash chiqdiki, bu hafiz yoki ma'mun bo'lgan o hafiz imom uningga nima qilmadi va qarshi qilmadi. Demak, muhim bo'lgan shaylardan mesela edis shazdan babu taxmindan tushunsa buni. Demak, bu nima desa, buning andan muxolifa o'zidan siqan, ya'ni o'zidan ishonchlik bo'lgan raviylarga bunda muxolifatchilik yo'q. Demak, bu agar hafiz ma'munlar buningga bir hadisda yoki bir isnat shirik bo'lgan bo'lsa, lam yuxolifuhu. Bu hafiz, ma'mun hafizlar, yani ishonchlik bo'lgan hafiz imomlar uningga nima qilmaydi va qarshi, ya'ni uni muxoliflik qilmaydi. Shunda bo'lsa, bu endi bir shart edi. Demakki, bu andalik muxolifat siqat, ya'ni bu deymiz va ya'ni vahma deydi, biz illatning babu so'zlaymiz yerda. Muxolifat siqat bo'lib qolgan, ya'ni siqa ishonchlik raviylar ko'p muxolifatchilik qilib qolgan raviy emas. Bu birinchi shart. Umumizga. Yana bu qazisini bir deydi, mushu shartlarga o bir shart o tuvandagi miyadagi ostiga biz deydigan shartlardan bir qitilgan bo'lsa. O qasi hadis musnad shaklda, musnad deganda muttasil shaklda yana bir yo'ldan rivoyat qilingan bo'lsa. Yani hadis aziz bo'lgan bo'lsa. Yani ayrim bir sanad qarasak, miyada muttasil shaklda, miyada mursal shaklda rivoyat qilindi.
Ama yeni bir şekilde nima shakllangan bo'lsa, muttasil shaklda rivoyat qilingan bo'lsa. Endi ikkinchisi qaysi esa yoki mayli yana bir yo'ldan mursal shaklda rivoyat qilibdi. Ammo u mursal bo'libdiki, birinchi mursalning raviylardan boshqa bo'lgan raviylardan ilm olgan odam mursal qilgan edi bo'lsa. Masalan, ma'u yani mushu mursal qilgan yana bir isnod olib ketgan emas. Ma mursal qilgan masalan Said Musayyib mursal qildi ma'na masalan. Endi yana birisi masalan Imom Malik yoki shunga o'xshash rivoyatida u yana bir mursal shaklidagi rivoyatni masalan Imom Malik ustozi masalan Nishab Zuhri masalan bular nima qildi? Hadisni mursal shaklda rivoyat qildi. Demakki bu mursaldan ikkisi keldi. Ikki yo'ldan ikki dona mursal keldi bu hadisda. Demakki bu nima bo'ldi? Bunda shartni bilsa bilish kerak. Avut bilmay qolsa, muttasil shakldagi yo'li kelmay qolib qolsa, mursal shakldagi bo'sma bo'ladi. Demak, yana bir yo'ldan kirish kerak. Ya hiç olmasa qavli sahabiga muvofiq qilish kerak. Bu hadis mursal bo'lsa-mu, lekin sahobining so'ziga, ya'ni sahobalardan bir so'ziga, ya'ni qavli sahabi, ya'ni hadis mavqud otdiq biz bularda sahobining so'ziga nima degan bo'lish kerak? Muvofiq kelish kerak. Yoki bo'lmaydi. Yoki bo'lmaydi, buning talabiga asosan aksar ahli ilm ahli shu hadisning talabiga asosan fatvo olgan bo'lish kerak. Demak, mujtahidlarimiz, fuqarolarimiz mush hadisning ruhi, mush hadisning mazmuni asosan fatvo biribdi. Gerçi bu mursal olsun mu? Demek köp ünvanlarımız bunun ruhiga asosan fatvo bergini qargan vaqtda bu hadisning buldava hadis o'zga yaragan bo'ladi deydi. Demak, endi maho bizniki agar hadis mursal bo'lib, uni sanadi ish ko'p qolsa, yoki sanadi ish ko'p bo'lsa sahih, masalan, o musnad shaklida bo'lsa sahih demakchi ava. Mustahilat kelib qolsa, u bil ittifoq u hadis nima bo'lib keladi, haliq asal g'ayri maqbul bo'lib keladi shunda. Bu. Ammo mashalik eng oxirdagi sahobaning so'ziga yoki uning talabi bo'yicha aksar ahli ilm, ya'ni ko'p sondagi ahli ulama uning ro'yiga asosan fatvo bergan bo'lsa, undan bu hadis nima deyiladi? Hadis maqbul bo'ladi, hujjat keltirishga va yaraydi debdi. Bu oyatda. Demak, endi mushaklar topilibdi. Agar musho bizdagi o'tirib qo'ygan mushadagi 4 yuqoridagi 4 dona shart va aslidagi shartning ichidagi xohlagan bilsa shunday tepilsa, bu 5 shart tepilsa, hadis mursalda bu hadisninki nimaninki va mursal hadisninki sahih ekanligi, u mursal uni kuchlantirgan, ya'ni yana bir yo'ldan kelgan yo'l ishkildi qo'ymagan shunday demak, yeni bir yo'ldan kelgan yoki sahobaning so'zi yoki fatvo ozidning, ya'ni ozid deganimiz ya hadis bo'ldi, nas bo'ldi, yoki yuqoridagi 3ning bisi bo'ldi. 3ning bisi ozid deb aslidagi ma 5ning mushatlardan birisi topilgan bo'lsa, bu ikkili hadisning buldava sahih bo'ladi. Ikkili hadis hujjatga yaraydigan maqbul hadislar qatoriga kiradi. Demak, endi agar bu ikki hadisga shu ikkidan yo'l orqali kelgan, yana birisi mursal, yana birisi muttasil holatda kelgan sahih, shunda bo'lgan bo'lsa, agar mush hadis ayrim bir yo'ldan kelgan yolg'iz, ya'ni g'arib bo'lgan, yo'li bir bo'lgan sahihdan zid kelgan bo'lgan bo'lsa, biz ma'na, ya'ni ikkilisini, bir sahih, bir mursal yoki ikkidan mursal hadisni sahih ustida nima qilamiz biz? Tarjih qilamiz deydi. Agar nima ikkinchi shartni ikkinchi shart oddiy. Ya'ni bu qanday? Ya'ni samma man arsala anhu. Ya'ni uningdan mursal qilgan odamni, ya'ni o'zi tushunayotgan, o'zi hazb qilayotgan odamni atab qolsa, ya'ni faloni deb qolsa,
Yani ki sıqa bo'lgan bir ravinin ismini verir ekan. Masalan, tabiinlardan bazı tabiinlar. Kim bunun keyin diken? Yani sizin keyinizde kim? Bu teşviqatkan adam kim? Yani sahabe mi? Tabiin mi? Dese, bunda bir gap var. Bir adamın ismini de dersen. Bu da mesela bu Said Musayyib'de bunda sözler nakl qilingan. Eğer men sizga ma hadisni palanidan anladım deb qalsam, cho'qimki bu chaqda bu odamni tashrif qilinglar. Bu odamni siz tashrif, bu odamni javob adil muzabitmi, siqami umumni tashriflar. Eğer men bir odamni tashiyotgan bo'lsam, yoki bir odamni qo'ygan bo'lsam, men faqatlar siqa odamlarni nima qilaman, tashlayman. Anda siqa bo'lmagan zaif odamlarni tashlab, yushib qolgan odam yo'q degan manda nimalar bor? Ravilar var. Demek ki bu shunday. Demek ki bu ravi eğer bir mursal qilib, yani bir mursal hadis rivoyat qilsa, shu mursal qilgan odam, yani o'zini tashlayotgan odam demakchi. Tashlab qo'ygan odam, bu odam doimo mutkan va boshqa yerda atalsa, siqa deb ataladigan odam ekan. Masalan, agar biz ishonchlik bir bo'lgan bir manbadan anglasak, xuddi bizdan bog'i, agar biz ishonchlik bo'lgan bir yoki qattiq ishonchlik ustozimizdan yoki qattiq bir taqvo, muttaqi, odil odamdan anglasak, u odam ismini bilmaymiz. O palonish bunda bo'pti, paloni bunda deblikda bevosita xabar rivoyat qilamiz. U odamni bilmaymiz. Demakki, uning bo'lgan ishonchimizni go'yoki biz uni nima qilgandek o'zimiz ko'rgandek rivoyat qilaveramiz. Agar gumonliqroq, ishonchsizroq bir odamni nima qilsak, anglab qolsak, u odamning paloni bunda deydi, ustani bunda qildi deb shu odamning ismini deb qo'yamiz. Tabiinlar chidimi bu tabiinlar varki, bu tabiinlar agar qattiq siqa odamdan anglagan bo'lsa xabarni, shu kishining kuzatib yuvasida Rasululloh mundadi degan munda odatiga aylanib ketgan nimalar bor? Tabiinlar bor. Shu yuzdan agar bu tashviqotgan nima qilsa va u tashviqotgan mursal qilgan odamni endi agar shu qilinib, yoki shu davrda yashagan davrdagi yoki boshqa bir isnodlarga solishtirib ko'rgan chog'ida tashvirsak, u mursal qilingan, ya'ni tashviq etilgan o shaxs nima ekan va siqa odam ekan. Siqa bo'lgan odamning ismi aytilgan ekan. Paloni deyotgan, qolsak zodi u siqa. Bunda bo'lgan bo'lsa demakchi, ishga shart ekan masala shu. Qolganga tushunmagan bo'lsalar, qayta yana inkos qilsalar. Demek biz yo'l ko'p, demakki bu bir sahih musnad shaklidagi yo'ldan kuchlangan bo'ldi, mursadis keldi. Bu ikkini yolg'iz holatda kelgan nimadan sahihda usul nima qilamiz, tarjih qilamiz, agar jug'lash qiyin bo'lsa deydi. Demak, mana shu nimalarningki qarshi shu. Endi mayda bir timva o'zim mursal sahabi. Yuqorida biz deyilgan mursal qanday mursalda u tabiindan keyingi shaxs chiqib ketgan. Demak, bu mursal tabiin, ya'ni tabiin o'zining keyindagi, o'zining ustundagi odamni nima qilayotgan va tashiyotgan. Tabiin qilib qoldi Rasululloh degan bu turdagi hadislarni biz dedik yuqorida. Endi yana bir hadis var, o mursal sahabi. Mursal sahabi degan nima esa, u hadisni rivoyat qilgan shaxs nimadir va sahabi. Ammo u sahabi u voqeani o'z ko'zidan ko'rgan emas. Masalan, hech kichik bo'lgan sahobalar bor. Masalan, Makka davrini ko'rmagan, Makka davrini yashab boqmagan. Keyin Makka davridagi ahvollarni rivoyat qildi. Demakki, bu Makka davrida yashamagan, Makka davrida bo'lmagan bu sahoba Makka davridagi holatlarni, ahvollarni rivoyat qilsa, demakki bu sahoba nima qildilar? Bu voqeani o'z ko'zidan ko'rganlik, o'zining bir cho'nglardan anglanlikda. Demak, endi mush anglagan kimdan angladi degan mush odamni tushib o'tadi. Demak, ma sahabimi bevosita Rasulullohdan ko'rmagan ahvollarni rivoyat qilgan ahvollar bor. O'zligi yuqori tushadi. Demak, endi buning ismini nima deymiz? Bu mursal sahabi deymiz. Endi mursal sahabi degan nima esa, sahabi Rasulullohning so'zidan yoki Rasulullohning fe'lidan shundoq bir narsani xabar berganki, bu holbuki u Rasulullohdan u ahvolni ko'rmagan yoki nima anglamagan. Nima qiladi yeshki chiqdi. Yeshki chiqqandan keyin u masalan Madinada tug'ildi, ekanda Makka davridagi ahvolni ko'rmagan, Makka davridagi ahvolni rivoyat qildi misolan. Yoki uning islomini nima qilib ketgan va keyin bo'lgan, demak islomi keyin bo'lgandan burungi davrdagi ahvollarni o'zi bevosita ko'rmagan, bevosita anglamagan bo'ladi. Yoki u masalan bir bo'lak sahobalar Makkadan bevosita Madinaga Madinada yashadi. Ammo Madina davrining avvalgi ahvollarni Makkadagi ular hijrat qilib ketgandan keyingi ahvollarni ular ko'rmaydi. Makkada bo'lmagandan keyin Abistonda ular. Demak, endi o'zi ko'rmagan u ahvollarni
rivoyat qiladi. Bunda qilgan Rasululloh deb, demak o'zi anglagan odamni tushizadi. Buni biz mursal sahobiy deb ataymiz. Endi mushu turdagi nurg'un hadislar bor. Masalan, bular masalan Ibn Abbos, Abdullah ibn Zubayr va undan boshqa yoshi kichik bo'lgan sahobalardan nurg'unlarninki mushundaq nimaninki mursal qilgan hadislari bor. Bu mursal sahobiy deb atalgan. Masalan bu Madinada tug'ilgan kishilar yoki Makkada tug'ilgan bo'lsa, Makkada bir kichik u aholi faqat kuchlik yo'q. O'sha basananki avvalgi zamonasidagi ahvollarni rivoyat qilgan bo'lsa, demakki bu boshqa bir sahobadan olgan yokanda boshqa bir buyuklardan olgan bo'ladi. Demakki bu ahvol yana bu isnoddan bava inqitoba. Bu isnod yana lam muttasil emas. Shuning uchun bu isnod nimadir va mursaldir. Ammo bu mursal uni ayrim ulamolar ism qo'yganki, u nimadir va mursal sahobi. Mursal sahabiyning hukmi biz yuqori deyilgan mursalga qaragan vaqtda, ya'ni tabiinning mursalga qaragan vaqtda o'xshamaydi. Nimishqa desa, tabiinninki mursalisininki, tabiin olgan odamninki sahobadan boshqa, ya'ni boshqa bir tabiinni anglab, bu tabiin sahobadan olgan bir ehtimolligi kuchli, ya'ni ehtimolligi ko'p bo'lganligi uchun buningda bir zaiflikning ehtimolligi batdi. Ammo sahobaga kelsak desa, sahabininki mursal sahabiyda sahabininki bu tabiindan anlab, u tabiin sahabadan anlagan ahvol hadislardan ait nadir. Mesela ma'lum sahabalarninki tabiin rivoyat qilgan, u tabiin yana bir sahabining rivoyat qilgan rivoyatlar bor. Mesela uchraydi. Ammo bu bekmaz. Ammo ko'pincha vaqtda sahabalarning rivoyat qildi. Bunda o'g'achqa sahabi gerçi o'zi ko'migan, masalan Ibn Abbos, Abdullah ibn Zubayr, bular o'ziniki kichik vaqtdagi yoki o'zi burunqi ahvollarni ko'migan ahvollar rivoyat qilsa-mu, cho'qimki bular masalan Abu Bakrga o'xshash yokanda yoshi cho'ng bo'lgan boshqa sahobalardan olgan bu ehtimolligi favqulodda kuchli bo'lg'achqa mursal sahoba ulamolarimiz ayrim hukm bergan. Endi bu yerdagi as-sahih al-mashhur qatamli jumhur ulamo, ya'ni jumhur muhaddisin buningga qat'iy hukm kesayotgan mashhur, ya'ni sahih qarash shuki, u mursal sahobi sahiydir, uning hujjat keltiradi. Bu mursal sahobi agar sahobi ismi chiqib qala Rasululloh degan bo'lsa, garchi u sahobi o'zi ko'rmagan voqelikni, o'zi yashamagan davrdagi bir hodisani rivoyat qilgan bo'lsa-mu, bu nimadir va sahiydir. Masalan bir Abdullah ibn Zubayr masalan shundaqa kichik, masalan Makka davrining avvalgi vaqtlardagi bir hodisani bir hadisni rivoyat qilgan bo'lsa, yana nimadir va hadis sahiydir. Chunki Abdullah ibn Zubayr Makkadagi avvalgi vaqtlarda yo'qdi, vafoni ko'rmagan deb demaymiz. Nima uchun? Chunki sahobaning tabiindan rivoyat qilish ahvolati nihoyat oz. Bak az uchraydi. Agar ular bir sahobaning hammasi odil zobit edi, ular siqardi, shunda sifatlarga ega bo'lganligi uchun agar ular bir tabiindan rivoyat qilsagan bo'lsa, uni bayon qildi. O biz men falan tabiindan oldim, piston tabiindan oldim, o falan sahobadan anlab ekan deydi. Demak, ular odil zobit, dinni shuncha ehtiyot qildigan, din hukmlarga yetkazish shunchalik bunda bir intiklaydigan turib, ular nima qilmagan, o tabiindan olganligini bilmaydigan, chunki u ishonchli bo'lgan bir sahobadan olganligi qat'iy, shuning uchun bu nimadir va sahiydir deydi. Ular dediki, demak, sahobalarning tabiin rivoyat qilib az. Agar ular nima qilgan bo'lsa, sahobalar tabiindan rivoyat qilgan bo'lsa, albatta ular uni bayon qildi. Demak, o sahobalar uni bayon qilmabdi, men falan tabiindan oldim deb buni rivoyat qilmabdi va ular debdiki, qala Rasululloh debdi bir sahoba. Yoki fa'ala Rasululloh debdi. Asli qarash. U qaysi? U sahoba mush ahvolni nimadan va yana bir sahobadan olgan bo'lishi bu asli bo'lgan ehtimollar shu. Demak, buningki sahobaning tabiin olish bek oz bo'lganligidan, demakki bu bir men tabiindan oldim deb bu nadir ahvol ziyada bayon qilmagandan keyin normal ahvolda o sahobaninki sahobadan olishi normal. Demakki biz mishaga hukm qilamiz, shuning bilan sahobaning hazb qilinib ketganligi hadisninki sahihligiga ta'sir yetkazmaydi. Ilgirtirmiz. Chunki sahobalarning hammasi odildir, sahobalarning hammasi nimadir va zobitdir, sahobalarning hammasi roziyallohu anhum va razu an. Demakki bularda hech qanday bir
haqida, adolatida, zabt haqida izlashimizga hojat yo'qdir. Shuning uchun biz u sahobadan keyingi odamning sahoba ekanligimizni bilgan ekanmiz. Demak, endi hadisning sahihligiga qanoat keltirmay amalimiz yo'q. Shuning uchun bunda tabiinning mursali bilan sahobaning mursali o'xshamaydi. Ham deyilibdi bir bo'lak muhaddislar yoki bir bo'lak hadis ilmi bilan shug'ullanuvchilar tarafdan mursali sahobiy u boshqalarning mursaliga o'xshash hukmda, ya'ni tabiinning mursaliga o'xshaydi. Demakki, mursali sahobiy boshqa mursallarga o'xshash hukmda. Demakki, bu yerdagi har birisi o'rtaqligida bir qaror va masala va usul inqita, ya'ni isnod muttasil emas. Demakki, isnod muttasil bo'lmaslikdan iborat mush illat tufaylidan, mush sabab tufaylidan bu hadisni mudurva mavjuddir. deb yuqoridagi shu tabiinlarningki mursallarning hukmiga o'xshaydi. Endi bu biz shu qarashlardagi mursal haqidagi boshqa tushunilmagan yoki boshqa bilinmagan so'zlar bo'lsa, buni biz bayon qilsak bo'ladi. Bu hadis mursal biza inshqiroq shuna ma'ni degan ma'nosi oldirab qolib siz ketib qoldik. Shundan tushunishlik bo'ldi deyman. Tushunishlik bo'lmagan taraflarimiz bo'lsa, so'zsak bo'ladi, bayon qilamiz. Endi bu yerda shu mursallar haqida so'zlagan mashhur kitoblar deydi. Al-Marasil degan kitob Abu Davudning, Al-Marasil Ibn Abi Hatimning, Jami' Tahsil Ahkamul Marasil degan kitob al-Ayn. Endi bu yerdagi Marasil haqida so'zlagan kitoblar ko'pincha shu munqati'lar haqida so'zlagan kitoblar hisoblanadi. Endi bir xos munosabatda biz yuqorida bayon qilgan mursallar va abay deganimizda kulli munqati olgan bir bilaklarini kirgizgan mush ba'zi kitoblarning orasidan chiqib qoldi. Shunga mursal hadislarni biz izlamoqchi bo'lsak, o'sha Al-Marasil degan kitobni aqtursak Abu Davudniki, buningda qo'shirtalaymiz. Yana birisi Ibn Abi Hatimning Marasil degan kitob yoki Jami' Tahsil Ahkamul Marasil degan kitob, mushlardan biz mursalningki misollarini qo'shirtalaymiz deydi. Demak, biz endi degan ikki mavzuni tushundik. Biri hadis muallaq, yana birisi hadis mursal. Muallaq deganimiz qaysi? Yani isnadning avvalidan, yani biz tarafdan yoki musannif tarafdan. Isnadning avvalidan bir ravi, o'zininki bir ravi, ya bir qancha ravi orqa-orqadan tushib ketgan. Bir ravi xato tushib ketgan bo'lsa, buni ismi muallaqdir. Mushuk tushib ketdi, hattoki sahabasi bilan tabiin islam qilibdi. Masalan, qala Abu Bakr fa'ala Rasululloh kaza shunda degan bunday shaklda misollar. Yo'kanda hatto sahabasi bilan shu yerda bevosita qala Rasululloh deb Rasulullohga nisbat berib ketibdi. Bu muallaq. Demakki, isnadning avvaldan hazf qilingan, orqa-orqa hazf qilingan yoki bir qancha ravi orqa-orqadan hazf qilinib ketavergan bo'lsa, shu sahabasi qilmoqchi hattoki Rasulullohga bag'och hazf qilinib ketgan bo'lsa, bir ravi isnaddan bir ravi tushib ketsa muallaq. İşki tushib ketsa muallaq, hattoki sahabis qadar hammasi tushib ketsa muallaq, hattoki sahabisi bilan tushib faqat Rasululloh bilan bayon qilib ketsa bu muallaq. Buni biz qattiq inchga saqlasak bo'ldi. Bo'lmasa atiki mu'zal munqati etsa ilishib qolamiz. Shu muallaqning shakli shu. Isnadning avvaldan chiqishi kerak. Bir tushib ketsa mayli. Agar birisidan jiq tushib ketgan bo'lsa, orqa-orqadan chiqishi kerak. Bu muhim. Chiqish kerak. Masalan, Imom Buxoriy o'zining ustozini lam tushirib, ustozining yuqorisi qadamini bayon qilsa bu muallaq. Agar Buxoriy tushiribdi, isnadning avvaldan chiqishroqni xato tushiribdi, bu muallaq. Yoki isnadning avvaldan hamma isnadni hazf qilibdi, faqat sahabasini qolibdi, bu muallaq. Isnadning avvaldan hammani hazf qilib, hatto sahabani hazf qilib, qala Rasululloh debdi, bu muallaq. Demak, muallaqning shakllari shu. Ma'ni bekarlikka aniq bilmemiz lazım. Eğer anda evvelden çıktı, evvelden bilse, oturdan bilse, indin bir çıkıp ketken bolsa, onu ayırım hükmü munqati adı bayan qilamiz. Ma'ni qilsak, demek çıkıp ketken çağda anda mutlaka bu vasıta şu sahabesi kadar çıkıp. Yani birisi biz o'qigan darsimizdanki bayaq birisi mursal. Mursal deganimiz şu tabiindan keyingi shaxs chiqib ketgan bo'lsa, tabiindan keyingi shaxs. Tabiindan keyingi shaxs ehtimol sahoba bo'lg'ay. Tabiindan keyingi shaxs ehtimol yana bir tabiin bo'lib, u tabiin yana bir sahabani olgan bo'lg'ay.
Böyle qanda bo'lsin bir tabiin qopab qala Rasululloh deb uzun yuqursi kishini seçivatgan bo'lsa, buning ismi durva mursaldir. Bu shundan bo'lgan. Endi mursalning hukmi yuqoridagiimizda mursalning hukmi bizningki muhaddislarimizningki ölçümüdeki nimimiz bo'yicha ittisal sanatninki shartlaridan bir shartni, ya'ni maqbul shart va ittisal sanatni yo'qotganlik jihatdan hadisni mudurva marduddir. Ammo fuqarolarga kelsak, bizningki shu mazhabninki ishvasi bu hadisni shartlar bilan nima qildi va qabul qildi. İmam Şafii bu shartlarni bakrar irlatib bunga qabul asajatdan qabul qilmayman deyapti-da, keyin gaplarga qarab qo'ygan shartlar qaragan vaqtida. Ama mursal sahabiga diqqat qilishimiz kerak. Mursal sahabi o sahabininki o'zi ko'rmagan, ya'ni o'zi hozir bo'lmagan bir voqelikni ya eshitchi bo'lib qolib, ya shu voqelik yuz bergan chaqda yo'q. Masalan, o'zi Badrga qatnashmadi, Badrdagi bo'lgan voqelikni rivoyat qildi masalan. O'zi Uhud g'azotida qatnashmadi, Uhuddagi voqeliklarni nima qildi va rivoyat qildi. Masalan, o'zi Habiston ijod qilib boqmadi, ammo Habistondagi bo'lgan voqealarni ijod qilib oldi. Demak, bularning hammasi nimadir va halaqa mursal sahabi, sahabaning misoli mursalatlar. Ana bu biz sahabaning mursalini shu jumhurning qarashi bo'yicha deymiz, sahabadan keyingi odamning tabiin bo'lish ehtimolligini oz bo'lganligi uchun biz deymiz, buni maqbul sahih deymiz. Ama kısmenler ya anda emas bu başka tabiinlar, rivoyat qilgan tabiinlar mursal qilgan o'xshab ketadi hukm jihatda deb bunu bayon qilganlar bor. Shuna biz mushul degancha sal vaqtcha boshlab qoldik, ham vaqtni beyak berib qoldi. Mush ikki bab to'xtalgan bo'ldi. Mush ikki bab haqida tushunmagan har qanday masala bo'lsa javoblaymiz inshaalloh. Bo'lmasa kelar qatim Müzelden başlayıp devam kılmıştır. Ve ahir davan elhamdülillahi rabbil alemin.